Assalomu alaykum, ribaga akalar, tuzingmizlar. Yana mana bugun zerikib, qalmoqlarimdan xabar olib qo'yay deb chiqdim. Shu ikkinchida bitmagan xonam bor edi, bir ikkita. Ana shu yerlarda qalmog'im turadigan xona qilib oldim hozir vaqtinchalik. 4 ta qalmog'im bor. O'zinglar zerimayapsizlarmi ribaga akalar? Qalmoq zapchastlarim. Dunga tosh. Men ko'proq 3lik paplogim, 5lik paplog ishlataman. Kichkina toshlarimga 2lik leska ishlataman. O'rli kurchuk. O'tgan yili ko'p ilon boshlari chiqib, yutvoraverdi, keyin oxirgi manaqa 3 taligidan oldim. Mana shular tuzayotgan ilon boshga. Stopper. Tishkragim bor. Bitta do'ngam bor, 3 ta paplovligim bor. Ja, do'ngan ishqiboz emasman, shu paplovlik ishqibozman men. Bitta stopper qo'yaman. Birinchi bitta stopper qo'yaman, paplovga ham hadachik qo'yaman, o'zi yurib shunday qilaveradigan. Keyin yana bitta stopper qo'yaman. Keyin tosh qo'yaman, yana bitta stopper qo'yaman. Keyin kurchuk baylab qo'yaman. Hamma yoqda primoy qilaman. Kichkina ingichka leskasi ham ko'proq kattaroq narsa olib chiqaveradi. Meniki manaqa shunday mashika o'ng teparoqqa borib qo'yib qo'ysam, past polu do'nka bo'lib turaveradi. Do'nka qilib yuramanmi, u qilib yuramanmi deb. Mana shunday qilib qo'yganman. Ovga hamma yoqimiz tayyor ekan, ribaga akalar. Ovga chiqib qolsak, natija bo'lmasa tashlaveramiz. Salomat bo'linglar, zerikmay o'tiringlar. Yomg'irlarda tinch bo'linglar akalar.